Masalan, men sizga aytaman, kuniga 10 ming dollar beraman. Bir kunda 5 mahal meni uyimga kelib ketasiz desam, siz so'raysiz, "Hoji aka, borib nima ish qilaman?" deysiz. Men aytaman, "Ha, bir 15-20 minut dildan suhbat qilamiz, keyin ketaverasiz" deyman. Haligi ishni 2 kun, 3 kun qilib ko'rasiz, 10 mingdan har kuni olib ketyapsiz-da. Keyin menga aytasiz, "Hoji aka, shu ishni ko'paytirsak bo'lmaydimi? Bir kunda 5 mahal emas, 10 mahal kelaman. 20 ming qilib bering" deysiz. Ha? Buni endi chekiga olib qo'yib turamiz. Masalan, hozir 100 ming dollar beraman, bitta ko'zingni berasanmi desa nima deysiz? Yo'q deysiz-a. Endi bu domlalar aytgan, siyg'asi chiqib ketgan gap, yana shu gapni gapirib to'xtang. Bu rostdan ham bo'layotgan ish. Masalan, meni yaqinda bitta o'rtog'imni 7 yoshlik qizini ko'zini xo'roz cho'qib oldi. Shu tovuq katagidan tuxum olaman degan ekan, kallasini tiqib olibdi. Ikkala ko'zini ham cho'qigan. Bittasidan umid yo'q, bittasi yorug'likni sezyapman, deyapti ekan. 7 yoshli qiz. Haligi o'rtog'imga kimdir kelib, "Falonchijon, masalan aytaylik, 500 ming dollar ber, qizing ko'rmagandek bo'lib qoladi, avvalgi ko'zi qaytadi" desa, shu o'rtog'im uyini ham sotadi, mashinasini ham sotadi, nima bo'lsa ham shu qizim ko'rsin deb qoladi. Tushunyapsizmi? Endi biz musulmonlarmizda, biz mo'min, biz ishonganlarmiz. Nimaga ishonganmiz? Shu 2 ko'zimizni, shu masalan 2 pochkamiz, yuragimiz, o'pkamiz, sizni a'zoyingiz nimangiz bor, buni Alloh bergan. Alloh taolo bergan. Alloh taolo o'zi aytadi, "Men sizga bergan ne'matimni sanog'ini sanasangiz agar ado qila olmaysiz, shukrini emas, sanog'ini ado qila olmaysiz" deydi. Ha, demak sizda millionlagan dollar bor ekan sizda. Masalan qarang, hozirgi kunda pochka peresadka qilish kerak ekan, 50 ming dollar yaxshilar yig'ib yuboringlar deb yurganlar ham bor. Siz unaqa demayapsiz. O'sha sizga sanoqsiz ne'matni berib qo'ygan Allohga bir kunda 5 mahal uchrab qo'ya olmaysizmi? Bir kunda 5 mahal namoz o'qiy olmaysizmi? Alloh taolo hammaga rizqini beraveradi-da, namoz o'qiganga ham, o'qimaganga ham beraveradi. Ammo meni ne'matimni shukrini ado qilsangiz, sizga shukr, shu ne'matimni ziyoda qilib beraman deydi. Masalan aytaylik, a'zoyingizni shukri unga Robbingizga ibodat. Va tilni shukri alhamdulillah deyish. Namoz o'qimasdan Allohga shukr va oyoq qo'lim sog' deyishlik o'zi shukrni ado qilishlik bo'lmaydi. Shukrni ado qilishlik a'zoyingizniki namoz o'qishlik bo'ladi. Hozir nima xufton bo'ldimi? O'qimadingiz, o'qing hozir xuftonni. Sizni vaqtingizda hozir nima bo'ldi? Peshin bo'ldimi? Erikyapsiz, qo'ying, qo'lingizni yuving, tahorat qiling, bir chekkaga o'tirib Robbingizga sig'ining, yiqiling.